shu kunlarda ko'zim ham, burnim ham rosa qichishyapti-da. Balkim shamollab qolgandursan. Shamollashdan emas, bu shamollash qanaqaligini bilaman-ku. Chayli joylardan yurmadingmi ko'p? Changli joylardan nima qilaman? Agar changdan ham bo'lmasa shamollash ham bo'lmasa, unda точно allergiya bo'lgansan-da. Shu kunlarda rosa aqlli bo'lib ketyapsan-da. Shuncha ma'lumotni qayerdan topyapsan? Shuncha informatsiyani havodan olib gapirmayman. Mana kecha Sheruz aka shohida informatsiya berib chiqibdilar. Allergiya. Barcha allergiya. 10 ta insonning 4 tasida bugungi kunda allergik holat uchraydi. Allergiya bu o'zi nima? Allergiya bu inson organizmiga tashqi muhitdan tushadigan allergenlar hisobida kelib chiqadigan allergik jarayon, ya'ni javob reaksiyasi hisoblanadi. Barchada turlicha allergik ko'rinishda kelishi mumkin. Ya'ni terida qichishish, ko'z yoshlanish, burun bitish, nafas siqish, bo'g'ilish, qayt qilish, ich ketib qolishi yoki bo'lmasam nafas siqishi va oq balg'am ko'chishi, yo'tal kabi belgilar bilan kuzatilinishi mumkin. Siz bundan keyingi postlarimizni kuzatishda davom etsangiz, biz allergiyaning turlari, kelib chiqishi va kimlarda uchrashi mumkin va moyillik kimlarda balandroq bo'ladi, barchasi haqida ma'lumotlar berib boramiz. Ko'rding? O'shaning uchun odam ham internetda allambalolarni ko'ravermasdan o'zi uchun foydali narsalarni ham ko'rib turishi kerak.